Hozirgi mashqimiz press mashqi. Pressda dakansi o'rnidan turib qiladigan press umuman mumkin emas. Ayniqsa grijasi bor ayollarda grijaga yana ham chiqib ketishiga ta'sir qilishi mumkin va nagruzka qilish mumkin emas. Periduralka olganlar tug'ayotgan paytida ularga ham belga og'riq beradi o'shaning uchun va matka opusheniyasi bor ayollarga oldi tomonga qarab kuchanish mumkin emas. Shuning uchun biz qisqa press qilamiz. Popani alohida ko'taramiz, boshni alohida ko'taramiz. Shunga e'tiborli bo'linglar. Oyog'imizni yaxshilab o'rtasini siqib yopib oldik va popaga yaqinroq kelib olamiz. Olib kelib olgandan keyin nafas tortdik. Mashina ko'tarib olamiz. 1 2 3 4 5 6 10 marta bajaramiz va o'ngga chapga 1 2 3 4 5 6 har bittasini 10 martadan bajaramiz. Ana endi tepadan pastga bo'lgan pressni beramiz. Endi pastdan tepaga bo'lgan pressni beramiz. Qo'llarni qo'yib oldik. Yelkani qisib oldik. Oyoqni ko'tarib olamiz tepaga. Popani reski ko'tarib sekin tushirishimiz kerak. Reski ko'tarib sekin tushiramiz. Reski ko'tarib sekin tushiramiz. Mana shunaqa. Birinchi qilgan mashqimiz oshqozon tomonga press beradi. Ikkinchi qilgan mashqimiz qorinni tagiga, kindiga, tagiga, matkaga press beradi. Hammasini har kuni 10 tadan, 15 tadan, 20 taga ko'paytiraveringlar, kuchaytiraveringlar va bitta podxoddan 3 ta podxodgacha обязательно bajaringlar. 10 ta dona qilib qo'yib yotib olmanglar. 20 ta dona qilib qo'yib yotib olmanglar. 20 ta qilyapsizmi? Demak 3 marta 20 ta qilishingiz kerak. 10 marta qilyapsizmi? Demak 3 marta 10 marta qilishingiz kerak. Bu degani 3 ta podxod degani. Ana shuni bajarish kerak.